Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana navbatdagi obyektimiz ham xudo xolasa shiferga tayyor holatiga olib keldik. To'liq ma'lumotni usta akamizdan olasizlar. Kazirolari bilan mana chiroyli holatlarga olib kelishibdi. Assalomu alaykum, Jon aka, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, buyurasizlar. Mana chiroyli holatga olib kelibsizlar-da mana obyektni ham. Xudo xolasa mana tunga tayyor holatga yetib keldi. Necha bu joy obyektlaringiz endi? Obyektimiz 11.60 ga eni, uzunligi 20 metr. 20 metr uzunligi. 20 metr bo'lgan. Aha. Ustingizda orqa oldi tunkalar qatirilib bo'lgan, firmalar ichidan oldi. Orqa oldi tunkalarni qatirilib bo'ldi mana. Usti nima bo'ladi endi bu obyektda? Xudo xolasa buni shifer qatiramiz. Shifer. Ondan keyin shiferni qatiramiz. Aha. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu obyektimiz juda ham chiroyli holatda yopilgan. Mana bu taraf fronton, tunika qatirib berdik. Tepasiga shiperlar qatiriladi, mana reykalari ham qatirilib, ostidagi tepadan ko'rinish holatini olib beramiz. Narx-navosi keladigan bo'lsak, bu obyektimizni qanday obyekt bo'lsa ham 170 ming so'mdan 300 ming so'mga kvadrati kelib chiqaveradi. Joyizga qarab chiqarib beraveramiz. Mana oldi bu kaziro ko'rinishlari. Hozir sizlarga ichki ko'rinishini ham olib beraman. Mana firmalarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Firmalarimiz orasi 1.20 dan qo'yilgan. Mana xorini ko'rishlaringiz mumkin. Xorini ham ichki ko'rinishga ichki xori qilib tashlaganmiz. Bu xorimiz uzunligi mana 10 metr, mana shu oralig'imiz. Mana firmalarimiz 1.20 dan qo'yilgan. Ostidagi tepadan ko'rinish holatini olib beraman. Mana akalar, tepadan ko'rinish holatini. Mana reykalarimiz ham temirdan bo'lgan. Unga mana shiper qotiramiz samarez bilan. Hozir cho'qqidan ko'rinish holatini olib beraman. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana cho'qqisidan ko'rinish holati. Bu firmalarimizni sentri 3,5 metr bo'lgan. Uy taraf uzunligi uchun 4,5 shiperga moslangan. Ko'cha taraf 4 shiperga moslangan. Mana kazirolarimizni ko'ringlar, qanaqa chiroyli chiqqan. Xizmatlar bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.